do'stlar. Men o'tgan videomda Free Fire'ga almaz olishni o'rgatgan edim 3 xil usulda. Va ikkita usulda cheklari va hamma unaqasi bilan dalil isbotlari bilan ko'rsatgan edim. Ya'ni ishonchli ekanligini, ya'ni bu oson ilovasi bilan bildirib saytdan ko'rsatgan edim. Telegram botni ko'rsatmagandim, hali qilmagan edim. Bugun sizlar bilan o'sha Telegram botni 100% ishonchli yoki ishonchli emasligini tekshirib, almaz olib sinab ko'ramiz. Mana shu mening o'zimning akkauntim bo'ladi. Mana shu akkauntimga hozir biz 100 almas olib, keyin haftalik voucher olib ko'ramiz. Qani rostdan o'xshaydi yoki o'xshamaydi. Ya'ni bo'lmasa biz botga o'tib olamiz. Mana do'stlar, biz ham botga kirib oldik. Tepda ko'rib turganlaringizdek summamiz bor. Summlardan. Endi biz boshlaymiz. Free Fire ustiga bosib o'ynaymiz dedim. Birinchi 100 almas sotib olib qo'yamiz. Birinchi 100 almas. Tekshirishni boshlaymiz. Hayda tekshirilmoqda. Mana do'stlar, o'yinchi ID'miz nomi chiqqanda, xo'sh, menda internet qatish sababli sizcha bot yaxshi ishlamayapti. Internet muammo bor uchun biz savatga tugmasini bosamiz. Savatga bo'limiga o'tamiz. Sotib olishni bosamiz va to'lovga o'tishni bosamiz. Tayyorlanmoqda to'lov. Mana to'lov buyurtma yaratildi dedi. Kutilmoqda, bu yoqqa chiqdi. Kutilmoqda. Profilga o'tish tugmasini bosamiz. Profilga mana bitta ko'rib turganlaringdek do'stlar, jarayonda chiqdi. Bitta bajarildi bor. Men bundan kecha 100 almas oldim va jarayonda, ya'ni tushmoqda, jarayonda, ya'ni akkauntga almas tushmoqda. Xo'p, jarayonda hozir bajarildi deydi, bajarilgan akkauntlarga tushadi almas. Xo'p do'stlar, qani biz bajarildi deguncha kutib turamiz. Mana do'stlar, hali almas tushgani yo'q, chunki bizga hali ham jarayonda. Mana ko'rsatishim mumkin. Hali ham jarayonda ko'rsatyapti. Mana, xo'p, bajarildi. Bajarildi deb tushdi. Do'stlar, bajarildi tushdi. Endi biz Free Fire'ga kirib ko'ramiz. Free Fire'ga kirib ko'radigan bo'lsak do'stlar, meni internet qatish sababli qo'lani ko'rsatmayapti. Men bitta akkauntdan kirib chiqib ketdim. Men bitta akkauntga kirib chiqaman do'stlar. Mana do'stlar, akkauntga yana qaytib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Ana do'stlar, 116 almas tushdi. Bonus bilan 110, o'zimda 6 almas bor edi, 116 almas akkauntimga tushdi. Bu bot 100% ishonchli bot. Demoga kirib osmonali bo'laverdi. Endi biz haftalik voucher sotib ko'ramiz. Qani ketdik do'stlar. Mana do'stlar, biz yana botga kirib oldik. Endi haftalik voucher sotib ko'ramiz. Voucher bo'limiga o'tib, kichkina haftalikni solamiz do'stlar. Kichkina haftalik ustiga bosib, savatga qo'shish bosamiz. O'yin ID, o'yinimiz ID'ni kiritish esdan chiqdi. Bunda do'stlar, o'yin ID'ni kiritmasalari ham hisobga olmaydi. Mana o'yin ID'ni tekshirmasdan turib savatga qo'shib bosalaring, avval o'yinchi ID'sini tekshiring deydi do'stlar. Mana biz yana bitta tekshiramiz. Mana do'stlar, shu o'yinchi ID'miz chiqib keldi yana. Savatga qo'shish tugmasini bosamiz. Savatga o'tib turib, sotib olish tugmasini bosamiz. To'lovga o'tish tugmasini bosamiz. Ozgina kutamiz. Mana do'stlar, buyurtma yaratildi. Yana kutilmoqda, holat kutilmoqda. Profilga o'tamiz. Profilga o'tgandan keyin hop, mana Free Fire haftalik kichkina jarayonda turibdi. Bu jarayon vaqtida almas tushmaydi. Bajarildi desa almas tushadi do'stlar. Qani biz bajarildi deguncha kutib turamiz do'stlar. Qani ketdik. Bajarildi degandan keyin Free Fire kirib ko'ramiz. Qani ketdik do'stlar.
Uzun so'rayman, texnik nosozlik bo'ldi, video to'xtab qoldi. Xo'sh, mana do'stlar, bajarildi tushib qoldi, mana bajarildi bo'ldi. Endi biz Free Fire'ga kirib ko'ramiz. Qani ketdik. Hop, mana do'stlar, 116 tanimiz edi, 136 tanimiz bo'ldi. Mana haftalik voucherimiz ham tushdi. Mana 10 tanimiz qo'yamiz bari. Do'stlar, mana bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Bemalol kirib, koddan foydalanishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.